Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabıda taharet münasebetlik tüvendiki bölümde mundaqdaydı İmam Bukhari. Namazdan vakti yakınlaşqa vaqtida taharet suyunu izleş, yani taharet alğan suyunu izleş haqqidagi bab dedi. Undaqda bu babniki konkret mazmunini biz hadis orqali texmo bekrak tushunib chiqaylik. Ayşe radhiyallahu anh'nınki deyişçe bir bomdat namazı vaqt kelib qolganda shu vaqtida su izlab suvni topolmay shu munosabat bilan tayammum oyati tushgan deb Ayşe radhiyallahu anha shu ifodani bildirgan keyingi mezgilda. Bu undaqda 169-numurli hadis. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizga Abdullah ibn Yusuf hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu Tanisi nomi bilan mashhur bo'lgan İmam Bukharining ustozi. Bu kishi deydi bizga Malik hadis so'zlab bergan edi deydi. Malik İmam Malik rahmetullahi aleyh shu. Endi İmam Malik rahmetullahi aleyh Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha degan kishidan hadis rivoyat qilgan. Bu İmam Bukhari nima? İmam Malikningki ustozi. Bu kishi Abi Talha degan asli Zeyd ibn Sahl degan bir sahoba bor, Ansari sahoba. Bani Najjar jamoatidan. Mushi sahobaning o'g'li bo'ldi. Undaqda bu odam tabiin deyishki bo'ldi. Bu o'z davridagi, ayni davrdagi shu Madinada yashagan o'zi ham muhaddis, ham faqih kishi bu. Bu Abu Talhaning navrisi, men xatolashib qolibman. Abi Talhaning navrisi bo'ldi. Ya'ni Zeyd ibn Sahl degan kishining navrisi bo'ldi. Aynı vaqtida mesela Anas ibn Malik qatorliq bir qism sahobalardan hadis o'rgangan bu kishi. Ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida ishonchlik degan baholarni bergan. Sahih sitta, ya'ni 6 hadis kitoblarida ko'pincha mesela Buxoriy, Muslim, Abu Davud, Tirmizi, Nasai, Ibn Majahda bu kishiningki hadislari bor. Yani bu kishi Hijriya 132 dan Hijriya 134 ning oralig'ida musharliqda dunyodan ketgan Madinada. Bu kishiningki to'limi bek ishonchlik ekanligidan İmam Malik rahmetullahi aleyh hadis ilmida yoki hadis o'rganishda mush odamni eng oldin qatorda qo'yadi deb shunaqdab bu. Bu zot hamda Anas ibn Malikdan rivoyat qilyapti. Bu kishi payg'ambarimizningki 10 yosh vaqtini tatiblam o'lib ketishlik payg'ambarimizning xizmatini qilgan buyuk sahoba tarjimali boshda o'tdi. Bu kishi deydi hamda Peygamber aleyhissalatu vesselam'ni ko'rgandim. Asr namozining vaqti yaqinlashib qolgan holatida xalqlar taharat oldigan suv izlashdi-yu, topolmay qoldi. Peygamber sallallohu alayhi vasallamga bir chaynak suv keltirildi-da, Peygamberimiz qo'lini, muborak qo'lini ash taharat qochisiga dasqi shunda soldi-da, kishilarni taharat ilinglar deb taharat ilishga buyurdi. Anas ibn Malik deydi-da bu yerda. Men qarab turyapmanki, suv payg'ambarimizning barmoqlarining orasidan bulduq chiqyapti dedi. Bir odam qolmay, eng oxirdagi odamlar hammasi taharat ib bo'lishdi dedi. Bu nima degan vaqtida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamningki buyuk bir mo'jizasi, bu bir payg'ambarlikningki alomati. Ayni davrda bunday hodisalar necha qatim yuz bergan. Ba'zida xili ko'p sahobalar taharat olganda, masalan 70, 80, 100 degandek. Hatto ba'zida 800 odamning taharat olganligi qayd qilingan. Bu hodisalar necha qatim bo'lgan, bir necha qatim bo'lgan. Bu o'z davridagi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamningki payg'ambarlikning belgisi, mo'jizasi va bu bir payg'ambarimizningki bir ma'sum, bir kamoliy inson ekanligining sifati hamdi bu. Biz bu hadisdan o'rganadigan taraflar agar suv bo'lmagan ahvol ostida namozning vaqti yaqinlashgan amallar suv izlashningki muhimligi ko'rinib turadi. Bu hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamningki barkatiga erishgan sahobalarningki bir baxtli sahobalar ekanligini namoyish qilib turyapmiz. Koshki bizmi shu sahobalar qanday bir sahobalar bo'lg'aydi degan bir faxrlik, bir havas tuyg'uda qarab bo'lishimiz mumkin.
Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain.